O'rtoqlar, shunaqa zo'r salat qildim. Sizlar bilan bitta metodikani bo'lishib o'tib ketmoqchiman. Unaqa retseptlarga qarab qilmayman. Bir-biri bilan chiqishadigan ta'mlarni mana shunaqa uyg'unlashtirib olamanda. Bodring o'rniga sho'r bodring solsanglar bo'ladi. Yumshoq sirdan foydalanish kerak salatga har doim. To'g'raladigan yumshoq sir, jo'xori, tuxumni qaynatib solinganda uvalanib ketadi, saruvlari aralashib ketadi, jeltizna bo'lib ketadi mayonezlari ham. Shuning uchun mana shunaqa omlet qilib olaman, quruq tovada pishirib olaman-da. Bu yoqda indeyka, gribi solganman, ko'p solmaganman. Juda anaqa неприятный привкус berib yoradi. Bu konservantlarni ko'p solsak, indeyka solganman. Keyin mayonezga ozgina gorchitsa bilan chesnok aralashtirib, hozir ozgina tuz ham solaman. Shunaqa zo'r bo'ladi mazasi. Mana shunaqa zapravka qilinglar mayonezni. Siri bor-da, bo'lmasam qattiq parmezan siri to'rqa qilib sovorsa ham zo'r vkus beradi. Sirsiz bo'lsa agar, уже menda tarkibida bor, shuning uchun solmadim. Zo'r salat bo'ladi. Hammasi 700 grammdan solingan.